Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Yoshlar ovozi yangi programma elib mangmoqda. Har qanday sohalarda faoliyat elib mengayotgan aka hadlarimizni, yoshlarimizni studiyamizga taklif qilamiz. Xalqimizga, elimizga, yoshlarımizga tilimizni, dinimizni, san'atimizni, milliy urf-odatlarimizni miros qilgimiz kelsa, aytar maslahatingiz bo'lsa, sizni studiyamizga taklif qilamiz. Kasbni durust tanlamay, o'qish o'rinlarini tamomlab, diplomni sanduqqa selib qo'yib, qaysi ishning beshini tutishni bilmay yurgan yoshlarimiz ko'p. Shuning uchun qaysi kasbni tanlagan durust, qayerda ishlagan foydali degan so'roqlarga maslahat berish bizning maqsadimiz. Diqqatingizga rahmat. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Yoshlar ovozi ishsiz yurgan yoshlarımizga ish tepib berdi. Bugungi kunda dezinfektor, Lachin kafesida официант, administrator, заготовщик, строительная бригада для отделочных работ vakansiyalari bor. Bizga xabarlashinglar. Yana bo'lsa-mu sizlardan so'raymizki, bo'sh ish o'rinlari bo'lsa bizga xabar beringlar. Biz Instagram, YouTube tor betiga e'lon qilamiz.